Assalomu alaykum Chorva Baraka kanal obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun sizlarga Andijon viloyati Asaka tumani O'zbekiston mol qo'y bozorida mollar narxlarini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Hafta kuniga payshanba 2025-yil 20-mart. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Bugungi videomiz aralash video bo'ladi. Hamma variantlaridan xudo xolasa. Kechay bozorga kech qolib keldik, o'shaning uchun hamma variantlardan aralashtirib sizlarga yoqadigan videolar qilishga harakat qilamiz. Arzimagan mehnatimizni qadrlagan holda obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Keyingi bozorga qaysi mollar narxlari qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha o'sha mollarda, o'sha bozorda narxlarini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Ana unda birinchi molimizdan boshladik. Bolasi xunajin variantlardan ko'rsatamiz. Bu ena bolaga nech pul narx aytyapsiz aka? 40 million kam bor. Bolasi xunajin. Nechinchi bola bu? Sutchi 15 litr sutga ikkinchi bolasi xunajin 40 million kami bor deb aytyapti. Molimizni kattaliklari 1,5 metr xudo xolasa chiqadi bolasi. Bu nech kunlik bo'lgan bolasi? 2 oylik. Bolani yaxshi boqyapti ekan. Savdosi qanchaga bordi? 33 ga bermadingiz. Qo'shsa berib yuborasiz xudo xolasa. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? 93lik 254 11 71. Manzil Shahrixon. Buni sizlardan emasmi? Aloqaga chiqaverasizlar. Bolasi xunajin variantlardan. Keyingi molimizni ko'rsatamiz. Buni ham polvon, buni bolasi nima? Xunajin. Nechinchi bola bu? 3-chi bola. 2mi 3mi? 2. Nech pul aytyapsizlar? 20 millionga bermayapmiz. 20 millionga bermayapsiz. Bolasi xunajin, qornida yo'q-a? Yo'q, qo'yish kerak. Sutchi buni? 6 litr. 6 litr suti bor, 20 million savdosi bo'lyapti ekan. Bolasi ham kattagina, berilmayotgan variantidan. O'z nech pul aytyapsiz bunga? 22 deyapti. 22 kam bor, 20 savdosi bo'lyapti. Ikkinchi bolasi xunajin 6 litr sutga. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? Telefon 94lik 94lik 512 0768. Manzil qayer? Marhamat. Marhamatli mol, aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat. Keyingi molimizni ko'rsatsak, bu hali rossiyskiy mental deydimi, Greenford deydimi, xullas o'shandaqa variantlardan. Buni parudasi nima paruda? Greenford, rossiyskiy. Через Qirg'izistonga kelganda nech pul aytyapsizlar? 25 million. 25 million kami bor. Shuni savdo qilishyaptimi? Qancha? Qancha qilyapsizlar? Chekam 23. 23. Chekam 23 million savdosi bo'lyapti ekan. Birinchi bolasi bu. Suti nechta ekan? O'lganda 7-8 ta beraveradi deb aytyapti bolasi ham. Telefon nomeri aytib qo'yamizmi? 93lik 852 0820. 0820. Manzil qayer? Manzil Oltinko'l sentrdan 5 kilometr. Oltinko'l. Aloqaga chiqaveramiz. Bering aka, onlayn savdo bo'ladi endi. Xudo xolasa. Ichcha kam 23 ga berilmayapti. Keyingi molimizni ko'rsatsak, bolasi Novvosidan. Chiroyli chiqarib telefonni Aytdi telefon nomerini. Aytdi. Ha, qo'ydim. Charchab qolmayapsizmi? Siz nech pul aytyapsiz bu shvedga? 25. Kami bor. Bolasi Novvos. Nechinchi bola bu? 3-chi. Sutchi buni? 10 ta? 10 litr sutga bolasi ham suvakli narsaga, enasicha ozg'inroq ekan. Idishlariga gap yo'q ekan. Savdosi qanchaga boryapti buni? Qancha? 19 deyapti. 30 ga olaman bir oyga. Baba, qaysi bir oyligini aytib qo'y. Qancha berdingiz naqd pulga? 19 deyapti. 19. Telefoningizni aytib qo'yasizmi siz? 99lik 104 904 ha 904 87 14. Aloqaga chiqaverasizlar. 19 million hozirgi savdosi bo'lyapti akalar. Keyingi molimizni ko'rsatamiz. Bu bolasi Novvosmi buni?
Navoz ekan. Kejon. Necha pul aytyapsizlar bunga? Bolasi yetib qol demaydi. Qil desa qaytmaydi. Necha pul bo'ldi aka bu? 19 millionga baraka bo'lgan variantlarda bu 6-7 ta sutdan beradi. Bolasi buq ekan. Baraka bo'lgan variantlardan jigarlar. Keyingi molimizni ko'rsatsak, bolasi xunajin kattarog'idan. Bo'g'oz aniq. Nechinchi qoringa? 3-qoringa. Mana ikkinchi bola. Ikkinchi bola. Sutchi buni. Sut 5 litrga beraman. 5 litrga sinab olishga beraman deyapti. Yonidagi ikkinchi bola, qornidagi 3-bola. Pulni necha pulga berasiz? 100 mingdan 19 millionga oldim. 100 ming kam 19 ga oldingiz. Kim yaxshi foyda bersa beraman. Foyda bersa berasiz. Agar uydan telefon qilib qolsa, dastavkasini ham qilib beraverasiz. Kelishib qolsalar. Beraman. Telefon nomeringizni ayting. 93lik. 93lik 258 258 0686. 0686. Hozir 100 ming kam 19 millionga 2 oylik bo'g'oz. Ikkinchisi bu qorinda 3-chi necha litr sutga dedik? 5 litr sutga 5 litr sutga sinab olishga beraveraman deb aytyapti jigarlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Qornida ham, yonida ham bor variantlardan aniq bo'g'oz deb aytyapti. Lekin mana shu mol zo'r bo'ldi. Keyingisini ko'rsatsak, bolasi xunajin variantlaridan. Necha pul aytyapsizlar buni? Ha? 20 million 100 ming bermayapsizlar. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bola sutchi. 10 ta 10 litr sutga ikkinchi bolasi xunajin 20 million 100 ming so'm savdosi bo'layotgan variantlardan jigarlar. Mana ko'rishinglar mumkin. Orqa holatlarini bitta ko'rsatib qo'ysak. Telefoningizni aytib qo'yasizmi siz? Aytmaysizmi? Nima zvezda bo'lasiz bunga? Ayting. 93lik 241 0107 ikkinchi tunsa o'tgan 0107. Aha. ikkinchi tunsa o'tgan yil 10 ta bergan. Bir hali to'la to'k sog'ilgan yo'q. Hop. Narxi yo'q. Necha pul kami bor? 26 million kam bor degan, 28 million kam bor degan. Aha. Savdosi 20 million bo'lyapti. Qo'shganga sotamiz dedi, 100 ming so'm qo'shdik. Ammo iyag'iga qo'shganda biz sotamiz. Bo'ldi gapi mana. Aloqaga chiqaverasizlar tayyor variantlaridan. Arzonroq bo'g'oz so'rag, yana bola so'ragan uchun bu arzon yana bolaga necha pul aytyapsiz? Necha pul berdingiz? Yo'q, bergan yo'q. Necha pul aytyapsiz? 15. Kami bor. Bolasi xunajin. Nechinchi bola? 5 litr. 4-bola. Kishi yalaganmikan? Ha. 4-bola 5 litr sutga 15 million kami bor. Ozgina mehr talab xolos, tayyor ena bola. Orqa holatlarini ham bitta ko'rsatsak, arzon ena bola so'ragancha. Bu necha pul qilishdi buni? 13,5 ga bermadingiz. Qo'shib olsa berasiz. Bugungi bozorda eng arzon bola. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? Yo'q. Bo'ldi gapimiz. Sotib ketamiz deb aytyapti. Bugungi bozorda eng arzon mol jigarlar mana shu. Qisirga o'tdik. Bu qisirmi? Necha pul aytyapsiz bunga? 13 deyapman. Kami bor. 13 million kam bor, suti ham bor. Xamirga chiqadi. Necha pul qilishdi bermadingiz? 10,5 ham deyapti, 11 ham deyapti. Har xil Nechta tuqqanmi? bitta tuqqan 2 kurak. Bitta tuqqan 2 kurak, 13 million kam bor, 10,5 ham 11. Bu 10 bilan 11da qisir ekan. Orasida savdosi bo'lyapti ekan. Yemlasa katta bo'ladi xudo xolasa. Telefoningizni aytib qo'yasizmi aka? Ha, ya. Bo'ldi, telefonni aytmagan. Keyingisini ko'rsatamiz. Bunga necha pul aytyapsiz aka? Yo'q, molingizni o'zini olaman. Siz emas. Necha pul aytyapsiz? 15 kam bor, suti bor. Qancha? Nechta tuqqan? Bitta tuqqan, ikkita, ikkinchisi, bo'g'oz olib yurgani qo'rqib. Bitta tuqqan 6 litr suti ham bor, 15 kam bor dedi. Savdosi qanchaga bordi?
12 3 12 ga bermadingiz. Bo'lsa berasiz. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? Telefoningizni aytib qo'yasizmi? Ha. 77lik 383 05 76. Aloqaga chiqib ko'raman. Yelinni holatlari, sut yo'nalishlari deganlar uchun. Bu necha pul aytyapsiz aka bunga? Necha pulga sotmadingiz? Yana bolami? Ha, unajimmi, novvosmi? Bolasi novvosmi uni? Novvos. Qanchaga bermadingiz? 21 ga. Nechinchi bola? Ikkinchi sutchi? 6-7 litr suti ham bor, 21 million savdosi bo'ldi, bermadi deb aytyapti. Ana bolachasini ham bitta ko'rsatib qo'ysak. Mana shu bolasi. Telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi aka? Ashakani bolasi. Bilmaysizmi nomer? Telefoningizni aytib qo'ying aka. 93lik 575 04 88 21 savdosi bo'ldi, berilmadi. Ikkinchi bolasi novvos, 7-8 ta suti bor. Necha pul kami bor? 23 million kami bor deb aytishyapti, jigarlar. Aloqaga chiqarasizlar. Bo'g'ozmi bu? Qisir. Necha pul aytyapsiz bunga? 14 kami bor. Suti ham bor. Ha, suti yo'qmi? Nechta tuqqan? 3 ta. 14 million kami bor. 3 ta tuqqan. Qisir sigir bo'ylari 1.18 atrofida chiqadi. Savdosi qanchaga bordi buni? 12 million 200 million. Bermadingiz. Qo'ysa berasiz. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? 90lik 760 25 55. Aloqaga chiqaverasizlar. Qisir so'raganlar uchun 3 ta tuqqan variantlardan. Etidan bilinib turibdi, yeyishi xudo xolasa yaxshi shved parodi ishqibozlariga. Ko'k bo'g'oz so'raganlar uchun. Bu bo'g'ozga necha pul aytyapsiz? Ha? 16 kami bor. Necha oylik bu? 8 oydan o'tgan. Nechinchisiga? Birinchisi. Bitta tug'maganmi hali? Birinchisiga yaqin bo'g'oz. 16 kami bor. Orqa holatlarini ko'rsatsak, yaqin bo'g'oz o'sha yelinlar hisob qopti. Savdosi qanchaga bordi buni? 13 million 600 hozir beryapti. 13 million 600 ga bermadingiz. 16 kam bor, birinchisiga yaqin bo'g'oz. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? Ayting. 88lik 067 19 85 manzil qayer? Bu taqarani moli Andijon. Aloqaga chiqaramiz. Bu necha pul? Targ'il mol ishqibozlariga. Bu targ'il bo'g'ozmi? Necha oylik? Birinchisiga. Necha pul aytyapsiz? Ikkinchisiga ham necha pul? 16 million kami bor. Yelin qo'zg'ab qolgan, ikkinchisiga bo'g'oz. Savdosi qanchaga bordi buni? 14 14,5. Oh. Savdosi bo'lyapgan. 16 kam bor, ikkinchisiga bo'g'oz bo'ylari 1.15 xudo chiqadi. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? 97lik 581 44 40 manzil qayer? Shu yer. Mol bozorida atrofi. Aloqaga chiqaverasizlar jigarlar. Ikkinchisiga yaqin bo'g'oz so'raganlar uchun targ'il variantlaridan.